Namozxon va masjidga, jamoatga qatnaydiganlar, ayniqsa juma namoziga boradiganlar, diqqat bilan eshiting. Hozir mana juma namoziga bordik, namozdan chiqyapmiz. Namozda hamma tartib bilan o'tiribdi-da, namoz tugagandan keyin chiqyapmiz, eshikni buzib ketgidek bo'lyapti. Na yoshi kattalar, kichkinalar yoshi kattalarni hurmat qiladi. Na yoshi kattalar kichkinalarni bu bilmaydi-da deb izzatini joyiga qo'ymaydi. Gusur talatop eshikni sindirgiday bu bitta oyoq kiyimni kiyguncha ikkita uchta odam bir-birini surib, yiqilib, tirsaklari bilan urib mana shunday qilib o'tib ketyapti. Undan dahshatini aytaman. Mashinasi bilan juma namoziga, masjidga boradiganlar, "Voy birodarlar, odamlar bizni shular jumaga qatnaydi, namoz o'qiydi, odob axloqli bo'lsa kerak" deb o'ylaydi. Namozdan chiqyapmiz, ichkarida holatni endi qo'yavering. Tashqarida mashinasini shu yuzga bosib, shoshib qayoqqa ketyapsizlar? Qayoqqa boramiz shoshib? Hammamiz boradigan joyimiz 2 metr yerda tagi. Qayerga shoshyapsizlar? Ko'rgan odam nima deb o'ylaydi? Eng yomoni mana hozir juma namozida masjidning yonboshiga mahallaga kiradigan yo'lga mashinalarni taxlab tashlagan, betartib, o'ta nima deydi, tartibsiz holatda. Tez yordam mashinasi kira olmaydi u yerdan. Kutib turibdi endi qachon namoz tugar ekan deb. Ungacha kasallik holati nima bo'ladi? To'g'ri, ajal to'lsa o'ladi, lekin sababini qilish kerak. Tez yordam tezroq borib sababini qilish kerak. Mana shu gay akalarimiz ko'p aytadi-da, aka deydi, masalan, hayron qolaman deydi. Namoz o'qiydigan odamlar mashinasini tartib bilan joylashtirishni bilmaydi deydi. Mashinasini masjidning oldiga tartib bilan qo'yishni bilmaydi deydi. Shunchalik shoshayotgan bo'lsangiz, mashinangizni uzoqroqqa qo'yib keling. Agar juda shoshib ketayotgan bo'lsangiz. Shoshganini ham qayerga shoshayotganini bilamiz. Oshga bormoqchi, obed qilmoqchi, somsaga bormoqchi. Shuning uchun iltimos, hurmatli birodarlar, bunaqa qilmang. Bizni dinimiz eng birinchi o'rinda axloq, odobni va tartibni da'vat qiladigan din. Biz tartibli va odob axloqli bo'lishimiz kerak. Namoz o'qisak-ku, chiqib birovni haqqiga xiyonat qilib, zulm qilib, eshikni urib chiqib ketsak, mashinani yuzga qo'yib, chichilatib, bu nima keragi bor unaqa qilishdi? Yoki mahallani yo'llarini yopib tashlashdi. Iltimos, bu narsani jiddiyroq o'ylab ko'raylik, o'ylab bir ozgina fikrlaylik bu narsalardan.